Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir inson kirib kelishidan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu eshikdan hozir jannatda inson kirib keladi dedilar. Hamma qiziqib ko'rib o'tiradi. Bir inson kirib keladi. Ikkinchi kuni ham shu narsa takrorlanadi, xuddi o'sha inson kirib keladi. Uchinchi kuni xuddi o'sha inson kirib keladi. Shundan so'ng sahobalardan biri ustalik qilib, shu odam qaysi amali uchun hayotlik chog'idayoq jannatning bashoratini eshitdi payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam og'zlaridan deb uyga boradi. Bir bahona bilan uyda tunab qoladi. Bir necha kun kuzatadi, lekin o'zi qilayotgan amaldan oshiq bir amalni ko'rmaydi. Oxiriga chiqib ketayotgan kuni haliga niyati yeta olmagandan keyin, "Hoy birodar, shunaqa ish bo'lgan edi. Siz eshikdan kirib kelishingizdan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu eshikdan hozir jannatda inson kirib keladi deb aytgandilar. Qaysi amalingiz uchun shunaqa mukofotga erishdingiz?" deb savol beradi. Haligi odam o'zi hayron. Hayronman deydi. Yaxshilab eslab turib, "To'xtang" dedi, "bir amalim bor" dedi. Hech kim bilmaydigan. "Nima?" deydi haligi sahoba. "Men har kuni yotishimdan oldin, ya Robbiy, men hayotim davomida kim menga xiyonat qilgan bo'lsa, kim g'iybat qilgan bo'lsa, kim tuhmat qilgan bo'lsa, kim yomonlik qilgan bo'lsa, hammalarini kechirdim. Robbim, sen ham meni kechirgin deb uxlayman."